Telefonni uzoq ko'rsam, yuragim tez uradi, ko'zim yumilishi qiyin bo'ladi va asabiylashaman. Bu normalmi? Bu ekran stressi yoki texnologik bezovtalik hisoblanadi. Uzoq vaqt ekran oldida bo'lish ko'zlarni charchatadi, quruqlik va og'riq beradi. Yurak tez urishi, bosh aylanishi va asabiylashishga sabab bo'lishi mumkin. Konsentratsiya va uyquga ta'sir qiladi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti va nevrologlar tadqiqotlariga ko'ra, bolalar va kattalarda ekran oldida uzoq vaqt o'tirish stress va asabiylashish xavfini orttiradi. Ekran vaqtini kamaytiring, tanangizni harakatga keltiring va ko'zlaringizga dam bering. Tinch muhit va nafas mashqlarini bajaring. Bu yurak urishi va asabiylashishni kamaytiradi. Bunday belgilar hayotingizga ta'sir qilsa, nevrolog yoki psixologga murojaat qiling.